Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam kang to'rdoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan Sedef Sodiçeklik Məsuliyyət Şirkəti tajdorligidagi 4-ci qarar İpək Yolu Sadası proqramısı. Biz zarıqıb kütgan paytlar yetib geldi. Albatta bizning bu sahnimizda yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining har xil uslubdagi naqshlarni biz uchun sunish oldida turibdi. Şinjan Sedef Sodiçeklik Məsuliyyət Şirkəti bizning bu qadimqi proqramimizning tajdorligini oldi. Bu şirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu proqramimizni Şinjan Aylanaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programımız bilan Şinjan Al-Nuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyot Cheklik Şirkati strategik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Cheklik Mas'uliyat Şirkati programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi Tartuq yurishlik kolalari programımızni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, badam lavi abditali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol arqayız cho'ng yanfon abdukallardan badam lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan radio televiziya tori Aynak Talla televiziyasida mi ko'ra olasiz? İnternet tori bizga nurg'un qulayliklarni olib keldi. Tordan yaxshi foydalanishni o'rganayli. Yaxshi tor fuqarosi bo'lib, aktiv energiya taqitayli. Xaridorlig'ing bo'lmasa, zibolig'ing nada bor deydigan bir gap bor. Zibolig'ingizni biz keltiramiz. Degan yaxshi. Demakchi bo'g'ini, o'ymilikchilikmi yaxshi. Uni qilib turlar. Ammo bab tarafga sal ta'sisaq. Bu bundaq aytishni maktabda Aygul bilan o'tganmi yo o'zingiz bundaq bir izlanib bu bola o'zi izlangandek turdi. Yaxshi ko'ribsiz, mushu jihatdan taraqqibsiz. Ham siz buningdanmi ko'pligan shaxlab, texmi ko'p yo'llarga mangalaysiz. Bir asarlarni chiqara olamiz degan umid bilan siz tarafga turib aylandim. Unda bo'lsa, oxirgi tanlashimiz mening eng oxirgi tanlashim Aygul Muallim. Aynen. Questa mia canzone Inno dell'amore Della quanto ne sa Con il mio dolore Mübarek bo'lsin. Mayirimiz Adil Turg'un Aygul G'ulam Qaydu gruppasiga tanlandi. Xalqaro uslubdagi bu naqshlarning sahnimizda julalangani bizga bir xo'shallik. Bu ham madaniyatlar o'ttirsidagi almishish. Bizimga ishonch bog'lab, mushu naqshni bundan yaxshi aytishga tirishma deb o'ylagandim, lekin mushu sahanda jiddiylik sababdan yaxshi aytolmay qoldim. Bundan keyin 4 ustozning yordam ostida men chuqum texnik yaxshi joriy qildirib, keyingi bosqichlarda texnik tirishma. Adilning aytgan asari Melodrama degan bu asar butun dunyoga dangliq, shundaq dog'dug'i qo'zg'agan Andrei Bocelli'ninki vakil xarakterlik asari. Buni Adilmi o'zi xos uslubi bilan o'zgacha mayli uningki yumshoqligi bo'lsin, mayli qattiqligi bo'lsin, asarninki yo'linishini shundaq yaxshi bir taraf qildi. Shuningga Adilga o'yladim, ikkinchi turlarda yana texmi yangi asarlarni, boshqacha texmi go'zal bo'lgan asarlarni xalqimizga suna olamiz degan maqsadda qayrildim. Adaş, terlerim barğancha ajizlab ketgandek his qilyapman. Kundan kunga nacharlashib ketyapti. Nima ishlatsam bo'lar? Sadafning Wordstar markasiga yüzüğü suyuqligini shilta, terani immunit kuchini oshirdi. Tuvanda hamda Emdi muzlagan yurakni anglaymiz. İsmim Mehmetcan Hasan, yurtum Qağlıq nayisi. Bu yıl 28 yaş kirdim. İpek yolunun dastlabki 100 mayır işe kirganligimdan nayet xoş buldum. İpek yoluga qatnashdagi maqsadim bo'lsa, kichkim tatib san'atga qiziqqanligimdan keyin Qashqar san'at maktabida o'qish bitirdim. Undan keyin klublarda naqsh etib yuribman. İpek yolu qatnash orqali o'zimga bir ustoz tepish shundaqla guruhdagi bolalar bilan oramizda o'tirimiz qanchalik farq borligini bilib beqish maqsadi bilan İpek yolu qatnashmoqchi bo'lib keldim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz?
rayonimizdagi har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Şinjan Sedef Sodicheklik mas'uliyat şirkati Mayirlarga omad tilaydi. Dünyadaki hemen nersede Yıkın turup tenekanne nidahlerini Ağlayan var dünyadaki hemen nerseden Yıkın turup tenekanne nidalerini Yirak sen ki şunca yirak lekin nefsin Uğraladın cuğul etip muzdek tünümni Gecelerden ağlanıdı senin ünlerin Derizemden kirer ünsiz şivrigan bilen Düşlerimden oyg'inaman cho'chib gohida muzdek jismim to'nglatganda ah qayerdasan Çırayını hiç qayerden uçurtanmayman Şivriğallar arasıdın izlayman faqat Arılaşkan chehring mahkam qor uchquniga Kuva joydu muzdek so'g'uq ochiq muhabbat Aralashgan chehring mahkam qor uchquniga Kuva joydu muzdek so'g'uq ochiq muhabbat Kuva joydu muzdek so'g'uq ochiq muhabbat Kuva joydu muzdek so'g'uq ochiq muhabbat ochiq muhabbat Salam ustozlar. Mening ismim Mehmetcan Hasan. Yaxshi aytding bu mush naqshini. Hamda shunda mushu Mo'minjonning naqshisi qo'y, burun Mo'minjon aytgan. Bu naqshini unda o'rganibsan. Qolgan ishni hamda hozir ikki ustoz bu bola baland bola ekan deb baho berib o'rindiq aylantiryapti. Mehmetcan enim muzlagan yurakni o'ziga xos noyta tatliq ta'm bilan o'ziga keltirib olibdi. Mundaq qilib aytgandicha.
Mening pıraqlarım var. Özümü yani tatlıq bir neçə yerlərə pıraq sındırıb, muqim halətdə şunda yaxşı bir oxupadı. Mübarək olsun, təbrikləyimə. Rəhmət ustaz. Bu inimni mən həm də tanımayım desəm səttirdi. İnsan da açılır. İnsan da açılır. Lekin degan bir yer vardı. Bunun musobaqa qatnaşışı, məsələn, hazır bu asasen men bilan jiq yuradigan bola. Muzikani mendan so'ramay qatnashqana qaraganda bu bir qatnashib baqay depsa. Shu endi sizga deb qatnashsam, to'g'ri to'g'rimig'dek, shu muzikani o'zim qilg'izib qatnashdim. Bu bola bak yaxshi bola aka. Tojik millatidan. Shundami? Mehmetcan Tojikzoda deb men yuksak akamning ismini qo'yib qo'yaman pat. Bo'pti. Uni deb turmsak, fuqulumsa peshanasida yezig'liq olmasa u. Bu Mehmetcan'ın manaqşını şunda çıraylık orundadı. Mehmetcan'ın başka şunda özü yanım şunda çıraylık itidigan naqşları var. Bugün nayt işbadi yaxşı halatemde azdır köptür ciddilişte avazlarının qiyiş o meseleler bop durdu. O ne tuzap ketkili boldu. Mana Mömincan akınız, Mentaşmet akınız ikimiz fırsat berip örüldük. Hem de özünüz qaysi taraftaki ustazlar bilen bunun deyinki sanat yolunuzun devam etsiniz, bu sizin özünüzün tanışı kaldı fikrim. Qanda deyse insandachılıqdan muşne? Mening esimni bilsam shu Möminjon akamning naqsi anglab cho'ng bo'pti ekanmi? Bu nima eg'izim oddiy bilan degan bilan shu bizning maltikilar ishqib hammasi bu ishga guvochi, hammasi uqdi. Shu sababdan uydagilarmi shu men sababdan Möminjon akamning naqsini anglab hammasi hozirga qadar shu Möminjon akamning, Abdulla akamning shu oilasiga hurmati bor. Şu aileliklerge hemmesi hürmeti var. Hem meningmi öz bir qo'saq akamdan başqa men shu Möminjon akam hozirgacha o'zimning bir tuqa aks deb ashta qarab kelyaptim hozirgacha. Mayli odamiylik jihatdan bo'lsin, mayli san'at jihatdan bo'lsin, meni kichikligim tortib hozirga qadar turmushimda chiqib shu Möminjon akamning yo'lini tanlab mangan, o'zim shu agishib mangan. Taş Mehmet akamga rahmat, hoş buldum örligingizga. Mening tanlışım. Yaxşımısınızlar köpçilik? Ben Abdulla Abdurrahim. Yuqum ahvolidan shuni bayqadikki, odam badani uchun eng muhim bo'lgani yanada immun kuchi. Amaliyotda immun kuchining yuqori bo'lishi salomatligimiz uchun eng yaxshi dori hisoblanadi. Andaqda teri odam badanining birinchi mudofaa sepi bo'lish sifati bilan uning immuniteti qanday ko'tariladi? Amaliyotda aktiv bakteriya o'z rolini joriy qildiryotadi. Ilmiy tadqiqotlardan bayqalishicha, teridagi foydali aktiv bakteriya terini kuchlantiradi. Terini tozalaydi, yalliqqa qarshi turadi, namlik saqlaydi. Qani endi biz aktiv bakteriyaga to'yingan teri bilan aktiv bakteriya kamchil bo'lgan terini selishtirib taqaylik. Ko'rilishga bo'ladiki, aktiv bakteriya terini texmi yosh va sog'lom qiladi. Shunga terining kasallikka qarshi turish kuchini oshirish uchun teridagi aktiv bakteriyalarni to'liq saqlash lozim. Dunyo yulduzi aktiv bakteriyalik cho'lpon mahsuloti. Yoshlik faslingizning yorishig'i. Muhabbatlik turmushingizning guvochisi. Ehson to'yliq kostyum burunqilari. Al-Nuri Yeşil Organik Unları Devlet Dereceli Ekologik Rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 ton xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom ashyodan xali, ozuqliq ko'yishdan xali Al-Nuri Yeşil Organik Unları sog'lomligingiz uchundir. Al-Nuri Hərəkət hayatlıqның mənbəsi. Hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız ömürlük arzuyunuz bolsun. Güçlük sağlam bulay desiniz, ruhluq yaşırıb duray desiniz, aylın az Baburbadi Çiniqish mərkəziga keling. Baburbadi Çiniqish mərkəzi Çiniqish uskunlari, ko'ngillik aram elish rayoni, pokiz monchi muhiti, kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklash orqali haqiqiy Çiniqish arzuyingizni amalga oshirishga yordam beradi. Haqiqiy Çiniqish arzuyingiz aylın az Baburbadi Çiniqish mərkəzida qaror topsin.
Bugün kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Qaydo? Vah! Qaydo yurish tetikçisi bo'lsa, kimning tamoqqa o'xshamasa, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetikçisi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetikqullari. Öyümge berip, sandıklı ekip, moçenli koyup, koçenli elip, bazaga berip, tartıklı elip, saklakan mısın dep tizlikte kaytıp, ağızlı ekip, keni için mihmalla desem, kola bulam şunda bula, dep bulap, hece koçkendey. Kola bulam şunda bula, tartık kola. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüştük yemekliklerimi bakan emasmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüştük yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüştük yemeklikleri. Mömince Abdülkim ustası. Çırayını hiç kayırdın, uçurtalmaymış. Mübarek bulsun. Mahirimiz Mehmetcan Esen, Mömincan Abdikim El-Nuri grupsiga tanlandı. Bundaq güzel melodiyani kim qabul qilmaydi? Kutdingiz. Keyingi bosqichda qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, bu bosqichlik musobaqa sizning orzuyingizni amalga oshirib bo'ldi. Taş Mehmet akam bilan Mömince akam ikisi örildi. Şunda hoş buldum. Naqshning beshida sahneye chiqib, azroq quduqib ketganlikdan ovoz o'rnini topolmagan yerlarim bo'ldi. Keyin aslim qaytib oldim deb o'ylayman. Rahmat ustozlarning o'rniga o'zim ko'nglimda orzu qilgan ustozga shogird bo'lib kirdim deb xush bo'lib ketdim. Mömince Abdülkim ustozning gruppasiga kirdim. Bundan orzuyim ustozning tarbiyalashida yaxshi bir naqsh bo'lib, Mömince Abdülkim ustozning gruppasiga kirganligimda xush bo'ldim. Bundan keyingi orzuyim shu ustozning yetaklashida yaxshi bir naqsh bo'lishga erishma. Shundaqla ustoz bilan birga birlikda naqshdan etib, o'zimning kichkina bo'lgan orzuyimni amaliyotda boshqalar bir ko'zish orzuyim. Mehmetcanimiz mening naqsham muzlagan yurakni tanlab musobaqa qatnashibdi. Bu naqsha bundan 18 yillar ilgari tunji qatim akam Abdulkim menga maxsus ijod qilib bergan va keyin yana bir qatim qayta ijro qilinib, yaqindagi 2009-yildagi kishilik kirgizilgan va yoshlarning qizg'in yaxshi ko'rishga erishgan naqsha. Bu naqshni tanlab, nihoyatda to'g'ri tanlabdi. Menimiz fıraqlarını joyi-joyida elib, yetkizib, hissiyat jihatdagi bir taraf qilish tegishli ishlarni yaxshi bir taraf qilib egallabdi. Lekin ancha-muncha yetkazolmagan taraflari bor. Ham aylangandan keyin bu yenimizning o'zimning yindiki bir yaxshi bir yenimiz ekanligini ko'rib yetdim. Gerçi musobaqa qatnashadiganligini burun bilmagan bo'lsam, qatnashib, nihoyat to'g'ri qilibdi. O'zini sinaydigan bir maydon kerak deb o'ylayman. Bundan keyingi bosqichlardagi ifodasining qanday bo'lishi bizning tirishchiligimiz bor. Adaş kırıştan mı yap kesek oldu? Das bizning uyga gelip öyle apamdaq El-Nuri'ninki yeşil olgan tabiiy ko'rishlardan kirib ketdi. Har xil saydan qo'rib yurmandiq. Tushunamiz. Yani Beatal naqshini anglab baqili, bu Beatal naqshimizning ismi Muqamlar. Benim ismim G'ayrat Ubul. Ben Aqsu viloyat 10-sınıfdan keldim. Hozir Qashqar universitetida o'qiyapman. Men shu naqsh kasb bo'yicha izchil shug'ullanib qilib 4 yil bo'ldi. Lekin kichkinadan tortib shu naqsha aytishga alohida qiziqdim. Ya'ni shu kichkina orzuyim bo'yicha tirishib, Ipak yo'li sadosi programmasiga tanlanganimdan intayin xushal bo'ldim. Men odatda ommabop uslub naqshlarni aytishni va muqam aytishni yaxshi ko'raman. Oliy maktabda shu naqsh kasb bo'yicha sistemlik tarbiya oldim. Mening bu kasbga kirib qolishimning asos sababim bo'lsa, opam bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki opam kichik vaqtimda tortibla o'zining yoqimli ovozi bilan naqsh aytib beradi. Mening bu qatimqi Ipak yo'li sadosiga qatnashishimning asosiy maqsadim bo'lsa, shu oliy maktab jarayonida o'rgangan bilimlarimni shunday maydonda sinab beqish. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz?
Yemek içmek, kiyim-kechak, öy-mülük, import mallar so'disi qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mayirlarga omad tilaydi. Esli gül tacı ey mukammer Güllenin bahari hem yazi mukammer Misal şerbetiga to'ymasdan o'tgan qizlarning Meptun karı nazi Esli gül acı mukammer Güllenin bahari hem yazi mukammer Misal şerbetiga to'ymasdan o'tgan qizlarning meftunkar nazi mukammer Qizlarning meftunkar nazi mukammer Aygılmalımın Bir doğu kuyaşның siyaqi bulup Nur çeçip yaş tutar bostanlarını Bir doğu yüreğinin sadası bulup Ahanga doldurar dastanlarını Ahanga doldurar dastanlarını Daim çılgan Hürlüke insanı daim çılgan Kalbimge biz koy saldi mukamler Vücudum senden not aldi mukamler Küydün hem eşledim ecdat ömrünü Bakilik remzi bop kaldi mukamler Bakilik remzi bop kaldi mukamler Kinanla. Benim ismim Gayret Ubul, men Aksu vilayeti 10 sınavından geldim. Hazır Nemi de okuyatsız? Müzik marifi.
Müzik ma'rifida. Naqsh dersi o'tamdi. Naqsh dersi 4 yil ders aldım naqshdan. Mush mening kasbim, mush maktabda o'qigan kasbim musiqa ma'rifichi. Ha, shundami? Mush men o'qigan, men bilan o'xshash kasb tashladim, yaxshi bolalar chiqyapti-ya. Yaxshi chiqibdi, sen qaramayapsan. Xo'p, biz intayin xush bo'ldik Aygul muallimning siz uchun o'rindiq aylandığından. Demak, yaman ustozga erishib oldingizda siz mana ovoz ilmini o'rganib baqqan bola bir yaxshi o'qituvchiga erishishning qanchalik muhim ishligini mendan bakroq bilasiz. Biz Aygul muallimning gapini anglaylik. Ma'qul. Shunday yaxshi o'rindadingiz, bu naqshni o'rnash oson emas. Bak qiyinlik darajasi bakli yuqori, lekin shu musobaqa haqiqatan tushgan naqsha. Uning ustiga bizning xalqimizga bakli singib ketgan naqshida bu. Baş qismlarni shunchalik turaqliq yaxshi apmandingiz, lekin ba'zi yerlarga kelganda nafas qichib ketib qoldi-ku. Ustiga ko'tarilib ketib qoldi. Bu ustiga ko'tarilib ketdi, yana tushirib oldingiz, yana ko'tarilib ketdi, yana tushirib oldingiz-ku. Ashta qo'yindingmi ya? Jiddilashgandan keyin, jiddiylikda shu nafasni kontrol qilish oson emas, haqiqatan. Lekin shu boshdan oyoq shu naqshiningki cho'ng bir ideyasini yaxshi ifodalab berdingiz. Shuna yaxshi bo'ldi. Qolganini yana biz yana nurg'un ishlarni qilib ketalaymiz. To'g'ri. Kasb jihatdan bo'lsin, mayli ovoz jihatdan bo'lsin, muzikalar jihatdan bo'lsin, asar tanlash jihatdan bo'lsin, yana nurg'un ishlarni qila olamiz. G'ayratiga deyma bu bolani-chi, yangi o'qish bitagan bolami yo o'qish bitirayotgan bolami qilib bu o'qish bitish oldida turibdi. Oldida turib yetibsan. Oldida turganda ko'rindi sen. Ha shu benzonimi sen azroq tuvanga tushamabsan-da. Ha? Olmamdı. Ha shu. Sana balkim azroq yuqori kelib qolgandek turdi. Ya men sel ko'pmay chiqyaptiman. Ha shunday asli chiqatdi. Ma sahnada bir xil jiddiylik bor bo'yatim birisiga. O'zimning ma jiddiyligini bir xil basamay. Ha, ash ma'lum degani to'g'ri o'xshaydi, ko'tarilib ketib qolibdi. Bo'lmasa yetadi degina burun u narsa. Mana qolg'indamda siz o'zingiz bu balni bir ve o'ngshab ancha tushirilgan nafaslarni tushirib, boshqasini islab bizab yaxshi bir onu bezib yetadiganligingizga ishnamiz. Ha, uning masala yo'q. Ashna qilandik bo'lamamsa? Bo'ldi. Yaxshi muallimga erishganligingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Güllenin bahari hem yazi mukamler Sal şerbetiga toymazdın ötken Kızlanin meftunkar Mübarek olsun. Mayirimiz Gayret Ubul Aygül Gulam Haydu grupsiga tanlandı. Her naqshining o'ziga tushliq muңi bo'lganidek, her naqshining puruqi o'zgacha. Naqshingiz orqali muhabbatlik qalblarning yurak sa'ati chekildi. Sizga omad tilaymiz. Men shu sahnaga chiqib, chiqish bo'lganlikda sahnaga chiqqandan keyin naqsh o'rnash jarayonida bir xil jiddiylik, naqshni yaxshi o'rindab tugatib oldim. Menga shu ko'nglimdagi ustozim Aygul Gulam muallim menga o'rindiq aylantirdi. Men undan bexushal bo'ldim. Mening shu Ipak Sarasi programmasiga qatnashishdan burunmi tizimlash jarayonida ko'nglimga shu Aygul Gulam muallimni ustoz qilib tanlayman deb aniq nishon bekitib qo'ygan. Bugun dal ko'nglimdagi o'qituvchimni tanlab oldim. Men shu Aygul muallim bilan bundan keyin davomli tang olg'irligim. G'ayrat bizga muqomlar degan naqshni o'rnab kelibdi. Hamda bu G'ayratning ovoz doirasidan aytgan vaqtida intayin keng ovoz doirasiga kirdi. Yuqori ovozlarimiz shunchaki rohat, tuvan ovozlarimiz shunchaki chiroyli hal qildi. Uning ustiga ovoz tusida bir xillik bor. Nurg'unlarimiz naqsh aytgan vaqtida tuvan ovoz boshqacha ovoz tusida, yuqori ovoz boshqacha ovoz tusida bo'ldi. Lekin G'ayratning boshdan oyoq bir xillikni, izchillikni saqlab keldi. Uning ustiga bu muqomlar degan naqshda garchi yuqori ovoz sal turaqsiz bo'lib qolgan bilanmi, lekin men o'yladim, shu yuqori ovozlarni qanday hal qilishni men hal qilib ketalayman. Shuningga G'ayratni qabul qilib, shu millicha uslub jihatdan ham tarbiyalash orqali bizningki an'analarimizga varislik qilgudek shundoq bir mayslarni yetishtirib chiqsak degan umid bilan qabul qildim. Mushu do'stim tushib bo'lganda qo'saq oshxona tanlash bek tashkilotchi. Nega berib bersa? Nemisini taslaysa? Berib aylanaz ko'rayning, aylanaz tamdirib berib berdim. Qo'saqim to'ydi, muhitim yaxshi. Bo'ldi şeylar. Bizning bu qadimgi mayirlarimizga albatta programma gruppasidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin.
Birinci boğam ayırını Şinjan Sedef Sodiçeklik Məsuliyyət şirketi 120 min yuan qiymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Onun başka ikinci boğam ayırını Şinjan Aylınaz Groyi 100 min yuan qiymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Üçüncü boğam ayırımızda Şinjan El-Nuri Yezigilik Pen Texniki Teraqqiyatçılık şirketi 80 min yuan qiymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Dördüncü boğam ayırımızda bolsa Şinjan Kaydo Yemeklik Çeklik Məsuliyyət şirketi 60 min yuan qiymetideki avtomobil bilen tartıqlaydı. Demek mukafat buyumlarımız intayın katta. Bırak bu mukaffatlarga erişişmi asan emas. Mayırlarımızga şirketler bilen birlikte ahmet dileymiz. Adaş mı torda qattiq bir yaxshiroq mında bu tarjima filmda yo'qmi? Qiziq kelsa. Qara, va izlash kino aptitali yoki izlash apchaqni ko'ra, kunda yangi kinolar chiqadi, uning ustiga ham so'zak, ham to'rsurt des. Yetib olmaydi. Voy, men tushirayam sen? Tushira. Aş. Ha, aş. Ha. Sizlarmi tushiringlar? Sizlarmi tushiringlar? Tuvanda hamda Bermeymen degan bir naqshbaka. İsmim Reyhan Gülnay, ben Aksu Unsunay'sına geldim. Sanat İnstitutu'nun nakış kesbide büteyim. Benimki şu nakış kesbige kızıqışım, erset sebebiden buluş mümkün. Ben çoğun olsam, çoğun apamdaki nakışını, apamın nakışını anlap çoğun olğan. Şu vəcirin müş kesbi öte kızıqıp, hazırlık için müş kesbini kıladım. İpek Yün Salası programısıga qatnaşdiki məqsədim üzerine bir sınaş, hem de üzerine yetersizliklerine müş ustazlardan öğünüp təlim eliş məqsədi gəldim. Əgər 4 ustazның həmmisi siz üçün öyrülsə, siz kimni tanlaysınız? Kemilik qoşulmadan xali, bulğanğan havadan xali, bulğanğan sudan xali, süpətsiz xam əşyadan xali, ozuqdaki kүйüşdən xali, El-Nuri 5-dən xali, yeşil organik unçılıqımı mayırlağa ahmet dileydi. Nigarları tola kireşme çırağa Keçirgin bulup men ayge mehliya O yare işin men onunge kılmaymen perva Aynan saçlarını urmaymen Meyli aynan saçlarını urmaymen Seni gülerge, ben seni hiç kimge vermeyime. Ben seni oylarge, ben seni gülerge, ben seni hiç kimge vermeyime. Bezelgen bahar Dağlar hem güzel, bağlar hem güzel Güllerge bakadım, gülüp açılım O yare, yaşlarım töküler, nurdek saçlım Bahar güllerini vermeyime Meyli bahar güllerini Seni gülerge, ben seni gülerge, ben seni hiç kimge vermeyime. Ben seni gülerge, ben seni gülerge.
seni deymen yanımga kelgin Sen mening takdirim ahir ezelim Oy yare sen mening baharım ayım gazelim Kalbim senmin gamsizsin har yürmeymen Meyle kalbim senmin gamsizsin har yürmeymen Kalbimde hiç kimge Men kalbimde hiç kimge vermeymen Kalbimde hiç kimge Men kalbimde hiç kimge vermeymen Sen aylarga günlerge hiç kimge Ha, qani, tanışıp çıkaylı. Ben özüm Aksu 10 ayısından geldim. Şu Aksu'da 10 aylık senet ömekte işlep, asli kesbim ravap. Keyin şu nakşıga özümün kızıkışı bilen keyin nakşıda yana okudum. Çoğla marpıda. Şu 10 ömekte 7 yıl işledim. Ondan dekin istifa berip hazır şu keştik kulüplarda 3-20 yıllarca bu kaldı şu yerde nakşı okup kivatıma. Ondan icra kıldınız bu nakşını mınayet çıraylık. Oylap baksam 90 yıldan başlarda bu nakşı şu Şinjan'a her xil yollarla kirgen. Nurgun nakşçılar etkan. Ata hazırғы kelgiçe yaş balının yaxşı gördüğün nakşlarga aylanıp kelyapatadi. Birla bu avaz dairesi nayeti ta bir nakşa. Mavi sanımızmı bir amallarını qıptı. Keyinki növbette kuy götürüptü. Ama yanıla nayeti kiçik bir dairedeki nakşı değil mi? Mağımı bu sanımızdan yani imkaniyet badek bilindi çoğu. Mavi sizinki nakşideki avazınızdan ifatesi qaraganda xeli kuvvet yeterlik aslında. Ben nakşını alıp bunda pələmpey şekillik bir-birlep biraz abay degende sel dikkat qılmasam poyuz keçip qaldığa iş çıqatdı. Şu. İş yıpılay degende men maş Ahırdaki bir tolaşıp ötülgen bolsa senlik keçiksen poyuzun iş yıpılıp gitetdik ya. Ha, onun da mesele yok. Yaxşı muallimga erişkenliginiz bilen tebriklaymiz. Kelim. Aynan saçlarını urmayman Meyle aynan saçlarını urmayman Mübarek olsun. Mahirimiz Reyhangül Nayıp, Taş Muhammed Batur Aylın Az grupsığı tallandı. Hemimiz yıkımlık nakşılarını anlaşını xalaymiz. Yürekten çıkan nakşılar yürekki barıdı. Elbette uğurluq uçunun seviyesi mi intayini mühim. Çünkü yaxşı söz, yaxşı adamga mensup. Ben hazır sahneden düştüm. Üzümü azırak ciddileştim sahnede. Bundan keyin davamlıq üzümdeki yetirsizliklerimni toluqlap, artıqçılığımni his qilib, yanıma bitirishim. Yuqarqı mahirimiz Reyhangül sanadımızmı? Vermeymen namdaki nakşını ip kepti. Endi bəzən mahirlərimiz bəlkім ciddileşdin, nakş tallaşdın, özdə boğa artıqçılıqını cari qıldıranmaydığın əsərlərini xata tallap qalğan səbəbdən bu özdəki boğan barlıq alaylıqını cari qıldıranmaydı səkində. Ama bu sınırımızın desək, avazınki tüsüdün olsun, avazıdın mən özəm məlum bir nəsini tonub yetkənligim üçün bunun deyilən qədəmlərdə mandaq bir əsərlərini bəzəm çoxum yaxşı orunda qıb getələydi o degan işençim boğaçqa Reyhangül sınırımızga mən öz qrupamğa bu sınırımızı qəbul qılıb aldım da, mənim qrupamda boldu. Bunun deyilən yolumuzda çoxum yaxşı boğan əsərlər və yeniçi qiyafət bilən yaxşı numurlarını təqdim etələydi deb işençim var. Şununla mən qrupamğa. Adaş, ertə yurt qaytaydigan
Şu nemi evlişini bilemedim, nemi alsam bula? Adaş, ma Al-Nuri'ninki buğday qar onlarına ağaç var, çoğuna bak yaxşı gördüm. Ha, onun buğday adaş. Kang tordaş dostlar, ekran aldığındaki aziz görmənlər, rayonimizdeki her millet xalqamızın köz sağlamlığı ve güzellik üçün küç çıqırıvatqan Şinjan Sedef Sodiçeklik Məsuliyyət Şirkəti Mayırlağa amət diləydi. Bunlardan başqa rayonimizdeki yemək-içmək, kiyim-keçək, öymülük, import mallar soğutusu qatarlıq cəhətlərdə aldığınqı orunu turvatqan Aylın Azgroyumu Mayırlağa amət diləydi. Kemili qoşulmadan xali, bulğanğan havadan xali, bulğanğan sudan xali, süpətsiz xam əşyadan xali, ozuqlıqı küyüşdən xali, Al-Nuri 5-dən xali, yeşil organik unçılıqımı Mayırlağa amət diləydi. Bunlardan başqa rayonimizdə yeməklik və tetkik sahəsində sərkərdilik rol oynavatqan Şinjan Qaydo Yeməklik Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Mayırlarımızға amət diləydi. Rayonimizdən sağlamlıq, yeməklik, içimlik sahəsindəki başlamçı karxana Beyjing Tashqin Xalqaro pay kontrol guruhi Tartuq Kolalarımı Mayırlarımızға amət diləydi. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan Mayırlarını qollab ulağı katta inamlarına tayarılğan şirketlərə minnətdarlığımızı bildiriş bilan birgə yana ekran aldidagi sizgimi minnətdarlığımızı bildirimiz. Şundaqla qolungizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham baharlab qo'yishingizni so'raymiz. Adaş, men qarsam sen bodan da bevosita aqırtı chiqibsa, bu bira payt ko'rdingmi ya? Paytçı, birinciden qara. Muş nurg'ulg'an mastanlarım ko'paytirdilar. İkinciden ben pulni yaman chiqtapdim. Voy, esa. Miyada yana bir naqshni yutgan polvonni. Rivoyatga, rivoyat. İsmim Mehmet Ali Savut, yurtum Qashqar Konishir Naisi'den geldim. Bu yıl 29 yaş. Benim hazır kadar kichigimden qiziqib san'at kasbi bilan shug'ullanib, o'tda ishtiyaqim va qiziqligim orqali hozirgi kaycha nurg'unlagan kichik tipdagi musobaqalar va faoliyatlar qatnashib, kechlik klublar va restoranlarda naqsh etib, o'zimning bir kishilik ortiqchiligim joriy qildirib kelyapman. Shu naqshga bo'lgan saviyamni va ustozlarning barbirish orqali o'zimda bor talentimning qanchalik ekanligini namoyon qilish yuzidan bu sahnaga chiqdim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizda yeməklik və tetkik sahəsində sərkərdilik rol oynavatqan Şinjan Qaydo Yeməklik Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Mayırlarımızға amət diləydi.
Malımla. Hoş. Yaxşımsızlar ustozlar, minglar menda o'tliq salom, barcha ko'rganlar minglarning ishlaringlar utuqliq bo'lsin. Men o'zim Qashqar Ko'nishlardan keldim. Ismim Mehmet Ali Savut. Mehmet Ali Savut. Ajoyib ustup gitma ini manaqşığa cuma balla. Men ish qilib bir oshiliq kinoni boshdan ko'rgandek bo'lib o'tadim. Avu sizlar oyoqda qarab o'tadinglar, ko'midinglar, buning butun vujudi o'sha naqshiga berildi. Butun ishtiyoqi bilan aytdi. O'zim bu naqshini jiq aytibdi Mehmet Ali Savut. Neçi qitim aytgan savka mush naqshni hozirgacha? 10 qitim aytdim. Ömrüngdimi mush naqshinimi? Unda o'z jiq aytmabdi da. Meşq bilan qo'shabmi yo sahnalanma? Sahnada odatda. Ya shu meşqni qo'shsang necha aytgansan mush naqshini? Meşqni qo'shgan vaqtda ko'proq. Jiqroq. Shu naqshida ilqi har bir tekst, har bir so'z, ohang, hamma narsa bak bu balaga tunishda unda qarsam. Jiqmash qilgandan foydasi deb o'yladim men. Lekin ma'lumlarning aylanmasligida bu naqshning yaxshi aytilmanligi emas. Sebep boshqa bo'lishi mumkin. Shuni buni biz to'g'ri tushunamiz har qanday o'quvchilar ularning ta'sirlanish nuqtasiga baramay qoldik deb o'ylasak bo'ldi. Ayb nuqson ko'p emas bu naqshning o'rinlanishida. Qo'llovchilaringiz bor atrofingizda, ota-onalar bor, shular deydigan yurak so'zlaringiz bo'lsa ayting. Onamga intayin ko'p rahmat aytaman va mushadagi ustozlarga, mening mushu jutumdagi barcha aziz do'st birodar, qarindoshlarimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Hammanglar omon bo'linglar. Mushu naqshi bilan ko'pchilikni bir yuz ko'rish dedingiz. Demak, ko'pchilikka sizni yaxshi ko'radigan atrofingizga qo'llovchilarga taqdim qildingiz bu naqshingizni. Cho'ng sahnada, cho'ng ekranda texmi ko'p odam bildi sizning qobiliyatingizni. Kelar navbatda yana agar fursat bo'lsa ko'rishsak sahnalarda yoki musobaqa so'rlarida. Bo'ldi, men cho'qin qatnashman. Keling. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz shuna g'amima. İnsan degan hamon nima? Agar tanlamagan bo'lsam, naqshini inta yaxshi aytdim deb o'ylayman. Bundan keyin ishlar, fursatlar oldimda ko'p. O'zimning tirikchiligim asosan yana bu kasbimning oxirini cho'qim davomlashtiraman. Afsuslanmayman. Men qalb dasturxonimni tatliq tamda bezashni unutmadim. Ajrimning ma'nosi qimmatli bo'lgan egiligimga, go'zal, hashamatlik tez tamoqxonamga gul keltirib, oylin az taomlarni vujudga keltirdim. Hunar san'atga muhabbat qo'shib, aqlimizga mehr qo'shib bitgan yuzlagan taomlardan mehmonlarim rozi bo'ldi. Keling do'stim, oylin az taomlarda men sizni kutaman. Bo'lsa gar esil taom, hayotda kulli bayram. Oylin az taomlari, oylin az. Elnuri Yeşil Organik Unları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom eşyadan xali, ozuqliq ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Unları sog'lomligingiz uchundir. Elnuri. Telefonlarda izlash borda, izlash o'zi tarjima qilgan kinolar. Torda birdan-bir qo'yish huquqiga ega sarxil programmalar. Tunji yedi bishkoy, kelar kaydan boshlab kunligi 5 mocha. E'lonsiz, qatmay chiqadi. Izlash kinoxonasi mazmunining taqatqanligi haq berildi juma. Qaydo yağmurchining huzurini yeganda bilasiz. Uyingizda qaydo üzülmesin. Qaydo yurishlik yağmurchilar. Tashqin demak vujudimga kuch-quvvat. Tashqin derdi sog'lomligim g'amida. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı.
Taşkın Aksıl Talqanları. Yipek yolida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan mo'tivarni tanladim. Mening tanlashim yanada mo'tivar. Mo'tivar kiyimlari. Biz yana bir naqshni e'lon qilamiz, ha? Bildiray. Benim ismim Nurşat İsrail, İliya'dan geldim. Hazır Guangdong ülkesi Shenzhen şehirde özümüzün üye düğüsü bilen Nahmeydan müzika işlerle şoğulunub kelyapman. Bu jarayonda Guangdong ülkesi ve şehirdeki her qaysi şehirlerde ötküzülgen çoğun kichik tipdeki musabaqalar ve faaliyetlerde özümün yaxshi talantini jariy qildirib, yaxshi natijalarni erishib kelyapman. Bu qitimki İpek Yolu Sadasi programmasiga mayırıp tanlanganimda intayin xo'shal bo'ldim. O'zimning yaxshi bo'lgan asarlarimni tomoshabinlarga sunib, yangi bir qiyofatda sizlarga yuz ko'rishmoqchiman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik qo'lolari mayirlarga omad tilaydi. Sana bulgan ko'nglimni qandoq bildiray? Ajab tas bu qiyin tushdi amalsmay. Lekin sen ustundagi tandirman cho'shan so'ngda qachongacha bundoq tushunarmay. Sana bulgan ko'nglimni qandoq bildiray? Ajab tas bu qiyin tushdi amalsmay. Lekin sen ustundagi tandirman cho'shan so'ngda qachongacha bundoq tushunarmay. Qachongacha bundoq tushunarmay. Meni sana bo'lgan oshiq ko'nglimni qandoq qilsam bilarsan. Yuraklarga o'tni solgan seni qandoq unutarman canım ey. Meni sana bo'lgan oshiq ko'nglimni qandoq qilsam bilarsan.
Hoş. Salam. Hürmetlik. Ben en yaxshi ko'rgan ustozlarim. Mening ismim Nurshat İsrail. G'ulja Chiluznoyisidan keldim. Rahmat. Bu naqshning tekstini kim yazdı? Shuni men bek jiq izlagandim, lekin faqat ololmadim. Bu aş Casablanca degan naqsh. Casablanca. Buniki Uyg'urcha nusxasini Qashqardagi Abdukim bu tekst tushunmamiş va? Ağaynimiz aytgan. Aş tekst şu deyman afkami. Abdukim. İsmail aytgan naqshi. Bo'ptamisi bu Casablanca'ning Uyg'urchasi ekanda-mi? Bu Casablanca naqshi hammamizga tanish. Canimey naqshki bu. Bilemsen desin bo'g'daka bu naqshning ismini. Bildiray. Bilemsen canimey. Bilemsen. Bilemsen ey kemasma. Canım ey kenayı. Naqshki. Pek chiroyli o'rindab aytdingiz. Rahmat. Shu butun yumshoq ovozdan qattiq ovozgacha berishlar, har bir bezak ovozlar, har bir kontrol shunchalik chiroyli. Men siz aytayotgan vaqtingizda mening ko'z oldimda qandaq bir chinjing paydo bo'ldi desangiz, shu ganchinda masalan 88 ovoz bor-ku. 88 ovozning ichida biz masalan ba'zi naqshlarimiz 1 oktava aytamiz, ba'zi naqshlarimiz 2 oktava aytamiz, ba'zi naqshlar hatto 3 oktava ovoz bilan naqsh aytadi-ku. Sizning ovozingiz amaliyotda shu tövanga shunday yaxshi tusha oladigan, yuqoriga shunchalik rahat holatda chiqa oladigan 3 oktava ovozni shunda yaxshi alaligidek olat ekan-ku. Sizning bo'shligingiz bek cho'nka. Uning sima hissiyotingiz shunchalik yaxshi. İfadelashingiz beklam chiroyli, bek yaxshi bo'ldi. Men bek yaxshi ko'rdim. Shuningga o'yrildim. Hissiyotning teshib sanlardan to'kilgil turdi. Töven ovozingiz odatda mashq qilsangiz qayerlarga tushadi? Ayttan ey. Ay, şu sizden yeningizgacha bordi dedi. Pat yegi tushib oladi dedi. Ben kasbiy emas. Sinab bakmak. Üzaldım qiziqishim bilan. Endi Aygulmalni yeni berib, o'zini ovozining nega tushishligini uqib tizimga tushdi deb shunday. Ish yegichi bordi deb. Mening ko'nglimdagidek ustozim. Ben ko'nglimdagidek. Rahmat ma'lum. Endi ishqinlarni tabriklaymiz. Kasbiy ma'lum. Naqshi ma'lumlar emas, sening shunda şu tüven ovozini nega tushishligini buni asta o'rganib olamiz qara. O'zini bilib, o'zini tushundiganga. Bunda naqshni yaxshi ko'rdigan, bunda qiziqayotgan, naqsh aytadigan, endi sharoiti buncha yaxshi bolalar cho'qim kasbiy tarafdan azroq tarbiyalanib qo'yish kerak-da. Bo'lmasa shunda "Ma naqshni nada aytasiz" desa, o'shada. Gap Yaman set gibi. Bo'pti, kel. Yigit kel. Muborak olsun. Muborak bo'lsin. Mayirimiz Nurshat İsrail, Aygul G'ulam Qaydu gruppasiga tanlandi. Demakchimizki, bundaq yaxshi asar ijod qilgan kishi uchun emas, hammamiz uchun tang bahrilanishga tegishli narsa. Men hozir sakindan tushdim. Sakinlik chiqish jarayonida intayin jiddiy kayfiyati bo'ldi. Chiqib pek hayajonlandim desam bo'ldi. Keyindan Aygul ustozniki o'rilishi bilan mening barliq o'qishlarim tugab shunday yaxshi kayfiyatda o'ngishli etib tushdim deb o'ylayman. Bundan keyingi musobaqada o'zimning kamchiligini, ortiqchiligini yani to'liq joriy qildirishga tirishaman. Nurshat naqsh aytgan vaqtda naqshni shunday go'zal ifodalab berdi. Casablanca degan naqshniki Uyg'urcha o'zgartmasi o'rnab berdi. Nurshatniki bu ovozdan o'ziga xos bo'lgan uslubni ko'rib olib bo'ldi. Ham hissiyot jihatda hissiyotga shunchalik boy, shunchalik mo'l ekan. Bu naqshni shunday agitmalarni joy-joyiga olib, hissiyotlarini shunday mo'l qilib, bizga bir go'zal bo'lgan, Uyg'urcha bo'lgan Casablanca'ni olib kelibdi. Nurshatniki bu asardan shunday so'yindim. Shuningga Nurshatni o'qish qabul qilishga. Va aka tushdik. Kop bek o'xshab jimo. Nereden keldi aka kopni? Kopni o'zim pishiramasmaydi. O'zim pishiramsan, ammo lekin ta'mi bek bezibdi jimo kopniki. Qo'ydimning kop tetqisini ishlatamasmi o'zim? Ashta bir yeri bor. Buniki shunlam yeylasadi. O'xshagan bo'lsa ko'proq yegan.
Ben birini tanlayayım. Tanlap bir ya. En aslında yigane de bir nakşı bakken. Ben Turgun Hasan Aksu'dan geldim. Kichigimden şu sanatga o'tdek tutgan qizg'inligim, yana şu kichigim men bilsem hem de şu çoğunlarımızınki uyga urug' tuqqanlarni uyga kirsem, hamma uyda birdan loyinji bakentoq. Şu arliqqa uyga kirsem naqshi muzika mayib sanat qumar bir ayıldı tug'ilgan desem bo'ldi o'zimni. Şu sebepten men de şu yitilib qoldim şu ixtiyor şunu bilan maktab kirgan vaqtlarimni tatib şu o'tdek qizg'inligim bilan mush kasbda o'zimni ustozlarni tutdim, bilim oldim. Aksu şehirge kirgen çağımda klublarda nakşı etişqa şu yerda bir özümni bir taraqqiy qildiray deb klublarda nakşı etib ustaz tutib ügünüp izchil terishdim, bilim aldım, ustozlardan çoğunlarni ügendik. Şundaq terish natijasida Yipak yo'l 4-qaraga tanlanib, buni hozir 4-qara Yipak yo'lniki mayers qatoriga kirdim. Şu sebeplik men o'zimniki 4-qara Yipak yo'lga tanlanganligimda intayin xushalman. Yana shundaqla o'zimniki yaxshi tanlagan, özüm yaxshi deb qaragan şu naqshamni Yipak yo'l 4-qara programmamizda barcha ko'rmanlarga eng yaxshi holatda o'rindab ijro etib sunishga tirishman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Qiymilik qo'shilmadan xali bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqlikka kuyishdan xali, al nuri 5dan xali, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. bizlarga havas qilishqa taqdir sirlarim bilishib kutdidur kechalar doim birga bo'lib bir ömür canımda qilib sevginimsiz doim birga bo'lib bir ömür canımda qilib sevginimsiz bu dünyada hem devane hem beganemen bu dünyada hem divane hem yeganemen bu dünyada hem divane hem beganemen bu dünyada hem divane hem beganemen Kuşlar hem nefes buluşkan şuncalar lekin insanlar yarga yar bulalmaz şuncalar daim
dünyada hem divane hem yegane ben. Bu dünyada hem divane yegane Yaxşımısınızlar ustozlar. Men Aqsu'dan geldim. İsmim Turg'un Hasan. Şu, tugidi. Sal jiddiyleşdi. Ya. Jiddiyleşme. Şuncha yaxshi aytding-da naqshini. Nimaga jiddiyleşsa mana qara. Tugidi. Men dedim, og'rimaydi desam bo'lmaydi. Turg'un Hasan. Turg'un Hasan ukam odatda nima kasb bilan? Şu hozir 9-10 yillar bo'lib qoldi shu muqim xizmat va idora o'rganda emas lekin shu Aqsuda naqshi muzika. Naqshi muzika bilan, ha? Klub restoranlarda. Ancha-muncha restoran, muzik chaladigan yerlarda ishlayapman. Vah, bu Turg'un Hasanninki ovozidami ma'lum bir o'zgachilik bor-ki, qaranglar, vallah. Sizlar balkim bayqadinglar. Bayqab sal kechikib qoldinglar balkim. Bu balada ümit var balki. Mevlan aylandın ha? Ha. Mana Mevla akanın gibini anlaylı. Şu bana tesir kıldı. Başka gepi yok. Keyni gibi men işine karar kıldım. Benim başka rekabetçim yok hem de. Senin başka talışın yok. Gel görüşler. Mübarek bolsun. Mahirimiz Turg'un Hasan Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandı. İjodchanlik bir kasbni tushunib yetishdan derak berdi. Kuylaringizdagi yangi uslublar bizni o'ziga ram qildi. Lirik kuylaringiz bilan muhabbatga jo'r bo'lgan bo'lsak, sho'x kuylaringizda g'albi ishkini chekayli. Men 4-qarar Yipak yo'li programmasininki Mevlan Memtimin ustoz gruppasiga kirdim. Buningda intayin xushalman. Buningdan keyingi musofamda texim yaxshi bo'lgan asarlarni Mevlan akamninki, Mevla ustozninki yetaklash ostida yaxshi bo'lgan o'zimga mos kelgan naqshlarni aytish orqali meni qo'llab-quvvatlab kelgan, meni naqshamni yaxshi ko'rgan shu azizlarimga yaxshi bo'lgan bir asarlarimni sunsam degan umiddim. Turg'un inimning bu naqshini men bak yoqtirdim. Bo'libmi ovozdagi yumshoqlikni, siliqlikni bak yaxshi ko'rdim men. Men odatda o'zimmi odatimda naqsh anglarim kelganda shunday yumshoq siliq aytilgan yengil naqshlarni anglashni yaxshi ko'rma. Shuning uchun men Turg'un uchun o'rindiq aylantirdim. Turg'unning keyingi bosqichliq programmalarda yaxshi menib ketishni chin dilimda umid qilman, ham shuning uchun o'zimni kuchayman. Adash, bugun bizning uyda xo'ga yandaq. Xo'gayli. U yoqda materiallar bormi? Xo'gaydigan bo'lmasa, Sherintamning materialini olib. Adash, bizning uyda to'liq deyman. Bizning uyda Sherintamningki xo'ga materiallarini ishlatamiz deyman. Uyda bo'lib ketdi degina bu. Gap shu adash. Ashtaqilman. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizden bu qadimki programımızın tajdarlığını aldı. Bu şirketki minnettarlığımızı bildiriş bilen birge. Bu programımızı Şinjan Aylınaz Guroyi alayda talep qilgan sizlarga minnettarlığımızı bildirimiz. Bu programımız bilen Şinjan El Nuri Yezigilik Fan Texnika Teraqqiyot Çeklik Şirketi stratejilik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnettarlığımızı bildirimiz. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi Tartuq yurishlik qo'lolari programmamizni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Abditali Şinjanliklarning mahoratga o'sti supsi. Darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan Badam Lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida ko'ra olasiz. Voy adashqara tartikolasini setib meni bir mukofot chiqibdi. Hayron qolma, men har qatim tartikolasini birini setib olsam bir mukofot chiqadi deyman. Ya'ni bital naqshni rock vaka bir rock anglayli ya, rock. Men Yalqun Umar Lopnurdan bo'laman. Muzika ma'rif kasbida o'qigan, maktab bitirgandan keyin Lopnur Naili san'at maktabida ishladim. Hozir Lopnurning
keşlik müzikалық klublarda gitar çip naqş etaman. Gitar ügünüştün ta hazırgıça bu mening bir kasbim, hamma nam bergen kasb bo'lib kelyapti. Bu qitimqi Ipak yo'li sadasi programmasi qatnashganimdan intayin xushal bo'ldim. 3000 mayırning ichidan 100 dan ichiga kiribdiman. Texim yaxshi tirishib, texim yaxshi natijalarni erishishga ishonchim bor. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, öy-mülük, import mallar so'tisi qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mayırlarga omad tilaydi.那一次你的放纵让我不得不离开你，那一次我的软弱让我又原谅了你。你怎么会爱上你这样的女人？为什么还要在雨中拥抱着你？这不是你吧？这不是我熟悉的你呀？多少青春，多少梦想，你全都毁了吗？这就是你呀？还是那张温柔的脸庞？我傻了吗？心碎了。生命里陪我走一生，你是个无情的，你是个多情的女人。那一次你的放纵让我不得不离开你。那一次我的软弱让我又原谅了你。我怎么会爱上你这样的女人？为什么还要在雨中拥抱着你？我曾以为你会在我生命里陪我走一生，你是个无情的，你是个多情的女人。那一次你的放纵让我不得不离开你。那一次我的软弱让我又原谅了你。我怎么会爱上你这样的女人？为什么还要在雨中拥抱着你？ Hürmetli ustazlar, yaxshimisizlar? Yaxshimi? Men Lopnurdan keldim. İsmim Yalqın. Yalqın, he? Yalqın adeti neymiş qilsiz? Men Lopnur ömek qurilgandan 17-yilgacha ömek tishildim. Keyin endi kechlikleri kechlik klubida gitar chip naqsh etaman. Hozirgi naqsham mening o'zimning ijodiyati. O'shtoma? Uy! Amdallah.
Tinab qoldim. Ha, shundoq. Vuchingdan yurgan. Tekstmi o'zingizdanmi? Ha. Chata yo'qda? Hozir shu gaqqa vaqt. To'xta. Bu yil necha yosh? 33 kirdim. Qanday mushu naqshni yozdiganini o'ylab qoldingiz? Ay, 20 yosh vaqtimda yozgan tekstni, andan uyda esim kelib qilib, azroq tekstni o'zgartib, shuni muzikasini ishiltib qilgandim. Unda deyishimda bek hali undan mukammalchi. Tekstni balkim 20 yoshda yozgandan jiqroq o'zgargan-du balkim tekstimi hali undan. Hali 5dan bir ish o'tgan odamningki yozgan tekstiga o'xshaydi-chi. Sizda unday ish yo'qdi? Bu ukamnoma naqshisi haqiqatan yaxshi asarki. Yaxshi asarki. Gitarni o'zi chalgandek bir ish bor. Burunqi nusxasida o'zim chalgandim, ma'namda MIDI qilg'izib ishlayapman. Gitarni tirikchamidinglarmi? MIDI. Oy, o'qishda o'tibdi-ku. Xo'p, Mavlan o'zing bir yordam qildirmiz. Menga tushib qoldigan uslub ham Yalqinning mayli ijodiyat, mayli naqsha. Chunki bizning bir Mevlana ansamblimiz bor. Biz mana shunday rastchalg'ular bilan o'rindalgan yoki shu uslubdagi narsalarni qilamiz. Garchi bu yerda hamda bir ustoz shogirdlik munosabati o'rnatilmagan bo'lsak-mu, bundan keyingi ishlarda o'rtaq billa o'zaro o'rganib qilaylik hamda. Ma'qul, rahmat. To'g'ri. Bo'ptovka, o'zingizga bir ko'ngil so'zlaring bo'lsa, tuqqanlar deydigan. Mushu fursatda ifodalab olsam bo'ldi-ku. Mush ayolim va rahmatimni bildiraman. Qo'llab-quvvatlaydi, nima degan yaxshi. Bizdinmi salom aytib qo'ying, shunda qo'llag'uchiga. To'g'ri. Xo'p, keling. Nəhayət əfsuslandım. Mayirimiz Yalqın Ömər bugün tanınalmay qaldı. Əfsus deyişinin ornu yox. Muşu səhnimizə yetib gelişinizin özü siz üçün bir qəlbə. Siz qəlbi səhnəsində arzuyunuz qanatlanğan yürək devişinizni biz bilan ortaqlaşdınız. Siz yanılı qəlbi qılğıcı, qanatlanıyatqan quş, bıq sürüyatqan maysa, parlağan qip-qızıl quyosh. Al-Nuri Yeşil Organik Bunları Devlet Dereceli Ekologik Rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulğanğan havadan xali, bulğanğan sudan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu köyüşdən xali Al-Nuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Al-Nuri. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dokilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Azade oliy muhit, manzillik taomlar, visol to'ylari, qutlug' asrlik kunlar, eng qimmatli o'zingiz va dildoshlaringiz uchun katta didorlashish manzilgohi Aylin Azgurohi Tianshan Guli restorani. O'zingizga mos, esilligingizga xos joyda hayotning chin ma'nosini his qiling. Shu esil joy dal Aylin Azgurohi Tianshan Guli restoranidir. Aylin Azgurohi Tianshan Guli restorani. Kolaning muzi qangan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik ve qanitsiz tartuq yürüşlük kolaları. Vah, ma bolke ya. Vah, yani şehrin tem yalqazan yürüştük yemekliklerimi bakan emasmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüştük yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüştük yemeklikleri. Charchigan ko'zlaringiz mardona qadamlaringizni to'xtatib qo'yib Көз асырашқы сәл қараватқаныңызны байқадыңызмы? Ular üçün əhmiyyətlik bir soğu tayarlaş kerakligini oylaşdınızmı? Muvaffaqiyatga azlı qalğanda közləriniz bərdaşlıq berəməyəvatamdı. Dünya yulduzu köz asıraş cəvri türlük köz məsələləri üçün özümüzgə sunğan ən güzel hədiyyə. Səfərlərimiz teximi xatircəm və ravan davam etidir. Bu səbi közlə vaxtıda asırlışı gerek. Şundala ular kəlgüsünü iniq görələydi. Əmdi erişidiğiniz çəksiz hayacan və qəlbə. Köz köngülünün əyniki. O yaxşı asır alsın. Onundan işənç balqıb dursun. Dünya yulduzu önümlü köz asıraş cəvhiri. Yani bir naqşa.
kelmedi. Ben ismim Merdan Yusuf, Mekit Naisi'den geldim. Keş kulüplerde nakşı eğitip, şu işler bilen şug'ullanıp men asosliqi nakşı eğitkanda amobab uslubdagi nakşlarni eğitishni asos qilma. Bu da qitimqi Ipak yo'li sadosiga qatnashishdagi maqsad o'zimni bir sinab beqish niyatida bu programmaga qatnashqili keldim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizga har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Kuşlar kendi baharda, lekin nigar kelmedi. Ayrılışning azapları canga aram vermedi. Ayrılışning azapları canga aram vermedi. Söygü oti küçeydi, yar yirakka ketkende, esir kıldı hiyallar, kuşlar uçup ötkende, esir kıldı hiyallar, kuşlar uçup ötkende. Telmürüdüm yar yolunga, koyaş külgen seherde. Telmürüdüm yar yolunga, koyaş külgen seherde. Eytanlar üçün can kuşlar, yayrım zadi qayerde. Ey tınlar üçün can kuşlar, yayrım zadi qayerde. Yayrım zadi qayerde. Salam hörmətli ustozlar. İsmim Merdan, özüm Mekit Naisi'den geldim. Kesbim hazırca
keşik klublarda nakş aytıma. Buladiki avazının ornumu ancha bek unda yuqori emas, tuvan naqshlarni aytalayotgansan, ha? Azroq aytıma. Nimishqa manda egiz naqshini tanlab qolding masalan? Bu nakşini men özüm bek yaqtirib anglayman. Şuna esli kuydimmi? Yerim kuy tushirib turib bu nakşini. Şunda aytqim var bu sahnada bek yaxshi ko'rgandiki özüm bir sinab baqay deb shu nakşini tanlab keldim. Vay İlhamning naqshlari o'zining ovozi egizroq-ku shu inimning. Shu uni ishlagan naqshlarga aytgan naqshlar shunda biroz egizroq. Hozirgi ovoz o'rni odamning birsiga gap qilgan vaqtidagi ovozi eng normal ovoz-ku. U o'rniga vakillik qildi shu. Asosli masalan biz naqsh aytmoqchi bo'lsak, shuningdan bak cho'ng olib ketamay qolamiz. Gap qilgan vaqtidagi ovoz noydi xeli omdan to'rliq tuvandan başlanıvatıdı. Demek kelgüsüde taxı taraqqiy qilish imkoniyati yaxshi naqshlarni topshirishga bulduğu yerlerimi badek durdu valla. Bana bek yarığa yeri naqshının başlanışlı olsun, evciler bu küçük ergitmelerine çıraylık bir taraf kıldı. Bana aç tarafları şunda yaktı da avazdan benim için bir xil şunda to'g'ri va yerlar salmoq holatda shunda yaxshi mangdi. Men meniki mavozir guruhiga mushta ovozdan birsi bo'lsa, men o'ylagan shunda yaxshi bir asar bo'tdi aka. Musha asarni musha Mardan bilan birlashib bir ro'yab chiqaray degan maqsadda musha Marda ukamga bir fursat beray deb do'ppisiga o'rgitib selatamsiz. Jigdi sag'idek shumda texi. Jigdini ikkinchi, uchinchi qitimda boshlaymiz. Faqat bo'lmaganda. Hozir pishmaydi. Hozir pishmaydi. Qiqivitliga ekanmi do'q. Hozir shundaq bir bog'ning baliqini men Marda ukamga dedim. Bir bog' bor. Shunda yaxshi bir bog' bor. Ammo shu bog'da Marda ukam bilan qolgan ishlarni o'zaro kelishib, pichilishib olamiz degan maqsadda Marda ukamga men oldin o'rilib, shundaqlar ustozlarim tang madad beringlar degandek shart berib, ikki ustozni ergashtiriblar, men keldim. İşte birden. Ha, bizda ishi menda, hamda bu ishniki. İştami? Ha, ishda bo'ldi. Hamda qog'inni o'zingiz qaror qilasiz, ha? Mardanjonning ovozini shu o'zida Mardanni chiqadi degancha. Ovozning o'zida Abdulla akam degandek shunda bir tuvan ovozli naqshlarning esim sharoiti yetarli holatda turibdi. O'ziga o'zi bir noiti. Siz qandaroq aytdingiz degan shu naqshini? Men sal jiddiylashib qoldim. Ya mening his qilishimcha jiddiylashganligini men his qilamadim shaxsan mencha. Jiddiylashganligini his qilamadim. Mani biz mana jiddi deymiz. Ya, endi jiddi deb qolsam, endi jiddi debchi. Ana do'ppisini tanglisizlar degan. Gap do'ppida qoldi. Bu balla men demak naqshchi ukam. Aytmadingiz naqshchi sharoit o'zingizning ovoziga naq keltirib pichiblam tayyor qilib sizniki yana shu Ipak yo'li sahnasidan dag'dan malda taychoqdek menib ketishingizga yordam qila olaman. Shu mening gruppam kelishingizni qarshi olaman. Mening asosli o'rlishim siz bu asarni bek tatliq, bek voyaga yetkazib, shunda chiroyli, bek pokiz o'rnab berdi-chu. Balkim mush ish ustoz sizga bekroq mos kelishi mumkin. Lekin agar menga kelsangiz men ovoziyatni yana tarbiyalayman. Chunki xod qo'xshaydi ekan. Qaysi xod qilsangiz menga yuralaydigancha. Xod qila olamiz deb. Rahmat. Nechinchi xodsan? Oq xod emas. Bo'pti, Aygul Monayt kamtarlik bilan dedi gapni. Menga kelib qolsa 5-xod qilsa qo'zg'aymiz hali. Ojdama. Wow. Qaysuchi bu kenda? Qaysuchi bu qo'laman. Men shu mayularla mendan bisim bilanlar chapchib chiqib ketamiz. Qo'zg'ilishimiz. Aygul to'qliqlam qilib dedi. Fan bol qilib, muhitni qo'g'daydigan, asraydigan. Hamda Marda ukam shu maqtashlar oldida o'zangili qoldi hamda. Xeli ushdingmi? Ha, xeli uçup endi tushish Marda ukamning o'ziga qoldi hamda. Mana uchirib kep andin bir tushirimiz bir yerga tushdi. Ha. Hozir ko'nglingda bor degina alli burun xiyol qilib bo'lding degina. Unda o'g'andiki sen oxir qaroringni degina. Mening tanlashim
mühim faaliyetimden bir suatı kostyumlarımın tayini kalmaktı. Tordu kösem, tordu mu tayini yok. Birak bir yeni kostyum alsam buldu. Unda olsam şu mötörlü elzoqның kostyumlarına ne de bedenin güm yarşıdı, süpetlik, basım muhabıqının. Bir bakam da oku. Cüre. Kang tordaş dostlar, şunaqla ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program gruppasidan ait katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Onun boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Şinjan Aylin Azgroyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü boğan mahirimizni Şinjan Elnuri Yeziglik Fen Texniki Taraqqiyotchilik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü boğan mahirimizni bo'lsa Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mas'uliyat şirkati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demek mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Sadaf Yipak yo'li sadosi programmamizda bo'lsin. Yipak yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadosi, Yipak yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadosi. Yipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadasi. Yipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadasi. Qadim Yipak yo'lida ajdod bo'lgan chavandoz, Jo'shqin qon bor tumurda, kuy naqshisi xush ovoz. Kumush tog'lar sho'xisi, nur qaytadi yurakka. Büyük karvan varisi, aman yeter ilekке. Büyük karvan varisi, aman yeter ilekке. Yipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadasi, Yipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadasi. Yipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi.